Bugun tushgan muhim misollardan yana bittasi. Agar fx plus 3f minus x plus f 1 taqsim x teng x bo'lsa, a shartida funksiyadan hosil olib turib 1 ni qo'yganimizni, b shartida esa funksiyadan hosil olib turib minus 2 ni qo'yganimizdagi qiymatini qo'yganimizning qiymati so'ralgan. Demak, oldin fx funksiyaning o'zini topishimiz kerak. Buning uchun quyidagicha shakl almashtirish kiritib olaman. Ya'ni x larning o'rniga 1 qo'yib chiqaman. Natijada f1 plus 3f minus 1 plus f1 teng 1 kelib chiqadi. Bundan soddalashtiradigan bo'lsam 2f1 plus 3f minus 1 teng 1 ifoda kelib chiqadi. Endi x ning o'rniga minus 1 qo'yaman. Natijada f minus 1 bu yerga qo'yib turibman. Plus 3f1 bo'ladi, bu yerga minus 1 qo'ysam, plus f minus 1 teng minus 1 tenglik kelib chiqadi. Bundan esa 3f1 plus 2f minus 1 teng minus 1 tenglik kelib chiqadi. Endi mana bu hosil bo'lgan ikkita tenglikni sistema qilaman. Ikkalasini sistema qilaman. Ya'ni 3f1 plus 2f minus 1 teng minus 1, 2f1 plus 3f minus 1 teng 1. Sistemani qo'shib yuborsam 5f1 plus 5f minus 1 teng 0 tenglik hosil bo'ladi. Bu tenglikdan f minus 1 ning qiymatini topadigan bo'lsak, minusdan f1 lik kelib chiqadi. Demak, mana bu ko'rinishdagi tenglikni hosil qilib oldik. Va mana bu minus 1 ni o'rniga ham, 1 ni o'rniga ham x qo'yadigan bo'lsak, natijada quyidagi tenglik hosil bo'ladi. f minus x teng minusdan f x degan tenglik hosil bo'ladi. Bu degani, mana bu f minus x ning o'rniga bemalol minusdan f x ni qo'ysak bo'ladi degani. Endi minus f minus x ning o'rniga minus fx ni qo'yadigan bo'lsam, quyidagicha ifoda hosil bo'ladi. fx mana buning o'rniga buni qo'yadigan bo'lsak, minus 3fx plus f 1 taqsim x teng x. Minus 2fx plus f 1 taqsim x teng x. Xo'sh, noma'lumlar soni bizda 3 ta edi, ya'ni fx, f minus x, f 1 taqsim x. Biz ana shu noma'lumlar sonini 2 taga tushirib oldik. Endi bemalol fx ning qiymatini topib bilamiz. Buning uchun x larning o'rniga 1 taqsim x qo'yib chiqaman. X ning o'rniga 1 taqsim x qo'yadigan bo'lsam, minus 2 ko'paygan f 1 taqsim x plus bu yerga 1 taqsim x qo'yadigan bo'lsam, x keladi, teng x ning o'rniga 1 taqsim x qo'yaman. Ana endi shuni buning o'zi bilan sistema qilaman. Ya'ni buni yozaman f 1 taqsim x plus emas, minus ekan, minus 2fx teng x. Ya'ni mana bu ko'rinishni hosil qilgandim, shu yerdagi x larning o'rniga 1 taqsim x qo'yib chiqib, bu tenglikni hosil qilgan edim. Endi hosil bo'lgan tenglik bilan yuqoridagi tenglikni ikkalasini sistema qilmoqchiman. Va mana shu sistemani ikkinchi tenglamasini 2 ga ko'paytirib qo'shib yuborsam, natijada 2f 1 taqsim x bilan minus 2f 1 taqsim 2x qisqarib ketadi. Bu yerda esa minus 4fx qoladi. Yuqorida plus fx bor edi. Minusdan 3fx bo'ladi. Va teng bu 1 taqsim x plus 2x. Endi shundan fx ning qiymatini topadigan bo'lsak, minusdan 1 taqsim 3x plus minus ekan 2x taqsim 3 ko'rinishidagi funksiya hosil bo'ladi. Ana fx ni topdik. Endi bemalol hosila olib turib, hosilasiga 1 ni qo'yganimizni topsak bo'ladi. F hosila x minus 1 taqsim 3 koeffitsient bo'lib turaveradi. 1 taqsim x dan hosil olsak, minusdan 1 taqsim x kvadrat. Plus minus ekan, ishorasida ko'p adashyapman. Minus 2x taqsim 3 dan hosil oladigan bo'lsak, 2 taqsim 3. Endi shu hosilasiga 1 ni qo'yganimizni topadigan bo'lsak, a shartini ishlagan bo'lamiz. Minus 1 taqsim 3 ko'paygan minus 1. Minus 2 taqsim 3. 1 taqsim 3 bo'ladi bu tarafi, minus 2 taqsim 3. Demak, javob minusdan 1 taqsim 3 ga tenglik kelib chiqadi. Endi b shartida
hosilasiga -2 qo'yganimizni topishimiz kerak. Hosilasiga -2 qo'yadigan bo'lsak, hosilasi bu tarafda edi. -1/3 ko'paygan -1/4 -2/3. Bu yerda 1/12 keladi, -2/3. 4 dan maxraj beradigan bo'lsak 8, 8 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak, javob -7/12 kelib chiqadi. Endi ana shu minusdan 7/12 ni o'zini ham funksiyaga qo'yishimiz kerak. Shunda f -7/12, ya'ni hosilasiga -2 qo'yganimizni funksiyaga qo'yishim kerak edi. Hosilasiga -2 qo'yganim -7/12 bo'ldi. Endi shuni o'zini ham funksiyaga olib borib qo'yishim kerak. Funksiyani o'ziga qo'yishim kerak. Teng -1/3 ko'paygan 1/x, ya'ni buni teskarisi -12/7. -2/3 ko'paygan x ni o'zi, ya'ni minusdan 7/12. Mana bu hisob-kitobning natijasi bizga B shartining javobini beradi.